Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglar bilan boshqa janglarning farqi shuki, payg'ambarimiz qatnashgan janglarda ko'p qon to'kilmagan. Hozir men statistikani keltiraman, protsentni bilan. Diqqat qilasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. U davrda bo'lgan janglarda g'olib bo'lgan taraf mag'lub bo'lgan tarafni hammasini qirib tashlasa, bu g'arib ish emas edi. Shunaqa edi u davrlarda. Shunaqa bo'ladi, toki dushman qaytadan kuchga kirib yana bosh ko'tarmasdi. Tak tomiri bilan yo'qib tashlanadi. Ammo payg'ambarimiz bunday qilmasdi. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, imkoni boricha payg'ambarimiz urushmaslikka intilardi. Agar urushga majbur bo'lsa, iloji boricha tezroq to'xtashga harakat qilar edi. Mag'lub bo'lgan qo'shinni agar avf qilish fursati bormi, ularni avf qiladi. Rasululloh mana shunday bir oliy xulq, yuksak bir mustavo darajasida jang qildiki, hozirgi o'zini madaniyati deyotganlar bunday jang bo'lganligini tasavvur qila olmaydi. Ola, unchalik emasdir. Hozir men raqamda aytaman, o'shaqa deysizlar. Ishonaveringlar. 20-asrda bo'lgan janglar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglardagi o'lgan kishilarning sanog'ini aytib beraman hozir. Raqamlar tili aldamaydi. Raqamlar aldamaydi. Kitobning muallifi shunday deydi. Payg'ambarimiz qatnashgan janglarda, payg'ambarimiz davrida bo'lgan janglarda qatnashgan va vafot topgan musulmonlarning shahidlarini ham, dushmanlardan o'lgan kishilarni ham sanab chiqdim, deydi muallif. So'ngra bu odatlarni tahlil qilib, ularni hozirgi davrimizda bo'lgan urushlarga taqqoslab ko'rdi. Hamda ajib narsaga guvoh bo'ldi. Rasululloh jang olib borgan 10 yil. Rasululloh 10 yil jang olib bordi. Mana shu 10 yilda payg'ambarimiz davrida bo'lgan 10 yillik janglarda musulmonlardan bor yo'g'i 262 ta odam o'lgan edi. Kofirlardan esa 1022 ta. 10 yillik jangda musulmonlardan 262 ta, payg'ambarimizga qarshi urushgan mushriklardan 1022 ta. 10 yilda ya. Bir kunda qancha musulmon bo'lyapti hozir? Ya'ni musulmonlarda qonxo'r, musulmonlarda terrorist deydi. Bu o'rinda bu hisobda men shu janglarda ikki tarafdan halok bo'lganlarni sanab chiqdim. Bu hisobotda faqatgina jang maydonida o'lgan qo'shinlarning adadi emas, alohida holatda o'lganlarni ham qo'shdim. Yana payg'ambarimizning janglarining natijasi chiroyli bo'lsin deb keltirilgan zaif raqamlarga murojaat qilmadim, balki sahih bo'lgan, ishonchli bo'lgan rivoyatlarga suyandim. Shunday qilib, payg'ambarimiz tirikligida bo'lgan janglarda qatnashib o'lgan kishilarning adadi 1284 ta. Endi kimdir aytishi mumkin, ha endi u davrda qo'shinlarning adadi katta bo'lmagan. O'shuning uchun o'lganlarning soni ham katta bo'lmagan. Endi bunga javob shu bo'ladiki, shu 10 yildagi janglarda, shu 10 yilda bo'lib o'tgan janglarda qatnashgan hamma qo'shinni, u tomonni ham, bu tomonni ham qo'shinni hisoblab, raqami bitta raqam va mana shulardan necha foiz o'lgan, foiz bilan hisoblab ko'rdi muallif. Musulmon qo'shinidan shahid bo'lganlarning adadi agar foiz bilan taqqoslansa 1% odam o'lgan ekan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida 100 ta odam jangda qatnashgan musulmonlardan desa, shundan bittasi o'lgan ekan. Dushmanlardan qatl qilganlarning adadi esa qo'shinga nisbatan 2%. Demak, ikkala qo'shinga bo'lsa 1,5% dan to'g'ri kelyapti. Rasululloh davrida 25 yoki 27 ta g'azot bo'lgan, 38 taga yaqin sariya bo'lgan. G'azot bu payg'ambarimiz o'zi qatnashgan jang, sariya payg'ambarimiz qo'shin chiqargan. Demak, 63 ta jang bo'lyapti. Taxminan 63 ta jangda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi bor yo'g'i shu janglarda qatnashgan odamlarni 1,5% qatl qilgan. 100 taga 1,5 ta degan. Bu raqam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglarda qon ko'p oqmaganligini dalili. Yana ham tushunarli bo'lishi uchun birodarlar, 20-asrda bo'lib o'tgan Amerika, Fransiya, Germaniya mana shu mamlakatlardan jangda qatnashgan askarlarning sanog'i 50,878,000 taxminan.
50 milliondan ortiq askar qatnashgan mana shu mamlakatlarda. Endi bu askarlardan 6 million 288 ming askar o'lgan. Bulardan tashqari tinch aholidan 1,5 millionga yaqin odam o'lgan. Mana shu davlatlarning hammasini qo'shgan. Bu ana shu jangda qatnashgan askarlarning 15 yoki 14% ni tashkil qiladi. Rasululloh davrida bo'lgan janglarda qatnashgan odamlarni 1,5% o'tgan bo'lsa, Birinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning 15% o'lgan. Necha barobar ko'p? Bu birinchi jahon urushida shunday bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida bu 5 million 600 ming jangchi qatnashgan. Ammo bu ikkinchi jahon urushida halok bo'lganlarning adadi esa 54 million 800 ming. 3 barobar ko'p bo'lyaptimi? Askar 15 million, 16 million, o'lganlar 54 million. Boshqacha qilib aytganda, askarlarning sanoviga nisbatan tinch aholining o'lishligi 3 barobar ko'p bo'lgan. Nimani tushuntiradi bu narsa? Ikkala taraf ham, jang qilayotgan ikkala taraf ham tinch aholini qirishda bir-ikkinchisidan qolishmagan. Minglagan tonna bombalarni tinch aholining ustiga yog'dirishda ikkalasi bir-ikkinchisidan qolishmagan. Ikkala taraf ham insoniyat zotini qirgan, odamzod zurriyotini tomirini qirqigan, binolarni vayron qilgan, odamlarni surgun qilishdan tashqari. Mana shu ikkinchi jahon urushi birodarlar insoniyatni haqiqiy ma'nodagi katta bir musibati edi. Yana bu qirg'inbarot urushlarni qaysi mamlakatlar olib borgan? O'sha davrda ham, hozir ham madaniyatli degan Sovet ittifoqi, Amerika, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Fransiya, Britaniya. Ular hozir ham peshqadam mamlakatda taraqqiy topgan o'sha paytda. Endi mana shu mamlakatlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni xonxo'rlikda hamda zulmda ayblaydi. Qanaqa madaniyatni gapiryapti bular? Qanaqa bir taraqqiyotni gapiryapti bular? Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni taniymiz ekan, birodarlar. Hatto rahmat bo'lmaydigan jang maydonida Rasululloh rahmat ko'rsatyapti. 100 tadan 1,5 ta odam o'tyapti. Bularda 100 ta odam qatnasa 350 ta odam o'lyapti. Tinch aholini qirib tashlayapti bular. Xonxo'rlikda, irhobda kim ayblayapti bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Kim qonxo'r, kim zolim, kim tajovuzkor. Agar haqiqatni ko'rishni xohlagan odam bo'ladigan bo'lsa, yuqorida keltirilgan raqamlarga yana bir quloqdan tutib qo'ysin. Yo'q, endi raqamlarga qarab fikr qilgan aql egasi haqiqat qayerda ekanligini topadi. Ammo kim o'zi uchun ko'rlik bilan karlikni ixtiyor qilgan bo'lsa, bu uning o'zining ixtiyori. Islom dini birodarlar, odamlar o'zlarini qo'llari bilan yozib olgan noqisliklari bor, havoyi nafslar aralashgan kamchiliklari bor qonun manhaj emas. Islom ilohiy, samoviy, ozgina ham zaiflik nuqtasi yo'q, bironta ham shubha gumoni bo'lmagan manhajdir. Bu islomda yozilgan qonun qoidashi birodarlar bir zamonga to'g'ri kelib, bir zamonga to'g'ri kelmay qoladigan narsa emas. Bu faqat kitobda aytib qo'yiladigan chiroyli shior emas, hayotda ishlaydigan narsa. Hamma zamonga, hamma makonga universal to'g'ri keladi. Ana mana shu gapni ham aytishim kerak. Buni payg'ambarimiz o'zini hayotida isbotlab berdi. Qaranglar, musulmonlar Makka da zaif, notavon bo'lib azoblanganda ham islom axloqidan, manhajidan chiqmadi. Zaif bo'lganda ham bu manhaj ishlaverdi. Hijrat qilib Madinaga borganda ham bu manhaj ishlaverdi. Musulmonlarning qo'lga kuch-quvvat kirganda ham bu manhaj ishlaverdi. Tushunarliga birodarlar. Islomni ko'rsatgan qonun qoidasi issiq, sovuq yoki tun kundagi unaqa narsalarda ahamiyati yo'q. Islom ishlaydigan qonun. Faqat musulmonlar ishlatishni bilsa bo'ldi bu qonunni o'zlarining hayotida. Rasululloh bu manhajni birodarlar o'zini hayotida ko'paytirmasdan, ozaytirmasdan har bitta bandiga amal qilib ko'rsatib berdi. Payg'ambarimizni yuborishlikdagi asosiy maqsad nima edi? Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'ithtu li utammima makarimal axloq.
Payg'ambarimiz o'zini payg'ambar bo'lib kelishligidagi asosiy maqsadni aytdi. Men dedi payg'ambarimiz, boy qilib olish uchun kelganman demadi odamlarni. Odamlarni sog'lom qilib olish uchun kelganman demadi. Go'zal axloqlarni, go'zal xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun yuborildim dedi. Islomda birodarlar ko'zlangan maqsad rahmat. Islomdan ko'zlangan maqsad xulq. Agar bir odam zo'r musulmonman desa-yu, lekin axloqi, xulqi chatoq bo'ladigan bo'lsa, bu zo'r musulmon emas. Go'zal axloq hayotni har bir ko'chasini egallashligi kerak. Tijoratda ham, sanoatda ham, safarda ham, hazarda ham. Ota-ona bilan bo'lgan muomalada ham, xotin bilan bo'lgan muomalada ham. Mashina minganda ham go'zal axloq ko'rinish kerak birodarlar. Go'zal xulq birodarlar hayotimizda hamma ko'chasida ko'rinishligi kerak. Axloqni umumiy suratda, rahmatni esa xos suratda yaqqol ko'zga tashlanib turishi bu oliy manhajning asosiy bandlaridan biri. Qaytaraman. Axloqni umumiy suratda, rahmatni xos suratda yaqqol ko'zga tashlanib turganligi islom dinining asosiy nuqtalaridan bittasi. Axloq va rahmat. Bu oliy manhaj birodarlar urushni inkor qilmagan. Urush kerak emas demagan, urush kerak bo'lgan. Chunki birodarlar zulmni to'xtatishlik uchun urush kerak bo'lgan. Adolatni qoyim qilishlik uchun qilich ko'tarishlik kerak bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p janglarda qatnashdi. Sahobalarni ham ko'p sariyalarga yubordi. Ammo sahobalarning hammalaridan mana shu olib borayotgan janglarida islom axloqidan chiqmasligini buyurgan edi. Rasulullohning hayotida bu narsani tatbiq ko'rindi va keyingi davrda sahobalarning hayotida ham, xulofoi roshidlar davrida bo'lgan jangi jadallarda ham mana shu xulq ko'rindi. 4-faslimizning birinchi mabhasi qon oqizmaslik, qon to'kmaslik. Ingliz lordi Hidley, bu kishi ingliz lordlaridan Hidley 14-yilda islomga kirgan ekan. U kishi shunday bir kitob yozgan ekan. G'arb kishisi o'ziga keldi, islomga kirdi. Shu odam aytadi: Muhammad sallallohu alayhi vasallam doim qon to'kishlikni oldini olar edi. Tarixga murojaat qilamiz, yaqin tariximizga. 44-yilning oktyabriga kelib turib, mana ikkinchi jahon urushi bo'lgan shu davrda bilasizlar. Amerika ittifoqdoshlari, ittifoqchilari ular bilan urushayotgan taraflarning oldida yerda ham, suvda ham bir ustunlikka keldi, havoda ham. Germaniya boshlagan ikkinchi jahon urushi tugash arafasiga kelib qolgan edi. 44-yil. 45-yilni martiga kelib Amerika Yaponiyaning bir qancha katta shaharlariga havodan zarbalar yog'dirdi. Zarbalar berdi, bombalar yog'dirdi, nihoyatda bir katta talofat ko'rdi. Endi 45-yilga kelib may oyida Germaniya taslim bo'ldi. Qaysislarda? Kattalar biladi, yoshlar bilmaydi. 9-mayda taslim bo'ldi. Mana endi Yaponiyaning holi tang bo'lib qoldi. Yolg'iz o'zi qoldi. Yaponiya ham taslim bo'lishlikka moyil bo'lib qoldi. Endi taslim bo'lishi aniq, chunki bitta o'zi qoldi, iloji yo'q. Rus hukumatiga, Sovet hukumatiga u paytda taslim bo'lmoqchi ekanligini bir ishorasini qilishni boshladi. Ammo shunga qaramasdan Amerika birodarlar 6 va 9-avgust kunlari Yaponiyaning ikkita shahariga ikkita atomli bombani tashladi. 6-avgustda Hirosima shahriga tashladi. 9-da Nagasaki shahriga tashladi. Bilasizlarmi, mana shu 3 kunning ichida qancha odam halok bo'ldi? Hirosimada birinchi bomba tashlangan kunda 90 mingdan 166 minggacha odam o'ldi. 3 kun o'tib Nagasakiga tashladi, 60 mingdan 80 minggacha. 240 mingga yaqin odam yostig'i 3 kunda quridi. Ya'ni kimida bular? Jang maydonida jang olib borayotgan askarlar emasdi. Ayollar, qariyalar, yosh bolalar, chaqaloqlar. Bir kunda 15 minutda 160 ming odamni yostig'ini qurtib qo'yishdik. Endi shular bizga islomda terrorizmda ayblashadi.
Dinimizni yaxshi o'rganib chiqsak, birodarlar, bular bari quruq tuhmat ekanligi siz bilan bizga ma'lum bo'ladi. Musulmon odam bunaqa ish qilmaydi, birodarlar. Dinimiz bunga buyurmaydi. Bu ularning holati. Bu ularning holati. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni urushga bo'lgan qarashi mutlaqo boshqacha edi. Odatda ikkita qo'shin jang qilib, biri yenga boshlasa, yengilayotgan tomondan urushni to'xtataylik, qon oqishini oldini olaylik, tinchlikka kelishaylik deganga o'xshagan takliflar qilinsa, odatda g'olib qo'shin hech qachon nima qilmaydi? Ko'nmaydi. Chunki kim taklif qiladi sulhni? Yengilayotgan tomon, zaif tomon. Modomiki quvvat bormi qo'shinda, dushmanni yo'qib tashlashlik kerak. Shunaqa deb qaraladi. Dushman qaytib bosh ko'tarmasligi uchun hozirgi fursat eng zo'r qulay fursat. Tak tomiri bilan yo'qib tashlaylik. Nafaqat askariy quvvatini, mutlaq yer yuzidan bo'ladi yo'qib tashlaylik degan fursat deb qaraladi. G'olib qo'shin tomonidan. Va bu haqiqat. Doim shunaqa bo'lib kelgan, birodarlar. Ammo payg'ambarimizning hayotida bu narsa mutlaqo bo'lgan emas. Nabiy sollallohu alayhi vasallam urushni hech qachon xohlamagan. Ammo zarurat yuzasidan olib borishlikka majbur bo'lgan. Muhammad alayhisalom o'zini dushmaniga qanday qarar edi? Kim deb qarar edi? Rasululloh o'zini dushmaniga islomni tushunmagani uchun dinga qarshi jang qilyapti. Agar u dinni nima ekanligini bilganida, albatta islomga kirgan bo'lar edi, islomni himoya qilgan bo'lar edi deb qarar edi. Ana payg'ambarimiz qarashi. Johillik uchun, dinni tushunmayotganligi uchun islomga qarshilik qilyapti. Agar dinni nimaligini bilganida urushmas edi deb turib payg'ambarimiz hatto dushmaniga shafqat bilan qarayapti. Chunki islomning qanday bir go'zal narsa ekanligini odamlar o'rganib chiqishadigan bo'lsa, birodarlar, islomga bo'lgan munosabati umuman boshqacha bo'ladi. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 1979-yili Sovet ittifoqi Afg'onistonga hujum qildi qo'shin bilan. Va mana shu urush 10 yil davom etdi. Mana shu 10 yil ichida millionga yaqin afg'onlarning yostig'i qurildi. Yana 6 millionga yaqin kishi qo'shni mamlakatlarga qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Va bu urush o'lkani tamomiy vayron holatga olib keldi. Bu ularning holati. Bu ularning holati, islom butunlay boshqa narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglar bilan boshqa janglarning farqi shuki, payg'ambarimiz qatnashgan janglarda ko'p qon to'kilmagan. Hozir men statistikani keltiraman protsentni bilan. Diqqat qilasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. U davrda bo'lgan janglarda g'olib bo'lgan taraf mag'lub bo'lgan tarafni hammasini qirib tashlasa, bu g'arib ish emas edi. Shunaqa edi u davrlarda. Shunaqa bo'ladi, toki dushman qaytadan kuchga kirib yana bosh ko'tarmasin. Tak tomiri bilan yo'qib tashlanadi. Ammo payg'ambarimiz bunday qilmasdi. Avvalgi darslarimizda aytganimizdek, imkoni boricha payg'ambarimiz urushmaslikka intilardi. Agar urushga majbur bo'lsa, iloji boricha tezroq to'xtashga harakat qilar edi. Mag'lub bo'lgan qo'shinni agar avf qilish fursati bormi, ularni avf qiladi. Rasululloh mana shunday bir oliy xulq, yuksak bir mustavo darajasida jang qildiki, hozirgi o'zini madaniyati deyotganlar bunday jang bo'lganligini tasavvur qila olmaydi. Ola, bunchalik mastur. Hozir men raqamda aytaman, o'shaqa deysizlar. Ishonaveringlar. 20-asrda bo'lgan janglar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglardagi o'lgan kishilarning sanoqini aytib beraman hozir. Raqamlar tili aldamaydi. Raqamlar aldamaydi. Kitobning muallifi shunday deydi. Payg'ambarimiz qatnashgan janglarda, payg'ambarimiz davrida bo'lgan janglarda qatnashgan va vafot topgan musulmonlarning shahidlarini ham, dushmanlardan o'lgan kishilarni ham sanab chiqdim, deydi muallif. So'ngra bu adadlarni tahlil qilib, ularni hozirgi davrimizda bo'lgan urushlarga taqqoslab ko'rdi. Hamda ajib narsaga guvoh bo'ldi.
Rasululloh jang olib borgan 10 yil. Rasululloh 10 yil jang olib bordi. Mana shu 10 yilda payg'ambarimiz davrida bo'lgan 10 yillik janglarda musulmonlardan bor yo'g'i 262 ta odam o'lgan edi. Kofirlardan esa 1022 ta. 10 yillik jangda musulmonlardan 262 ta, payg'ambarimizga qarshi urushgan mushriklardan 1022 ta. 10 yilda ya. Bir kunda qancha musulmon o'lyapti hozir yer yuzida? Yana musulmonlarda qonxo'r, musulmonlarda terrorist deydi yana. Bu o'rinda bu hisobda men shu janglarda ikki tarafdan halok bo'lganlarni sanab chiqdim. Bu hisobotda faqatgina jang maydonida o'lgan qo'shinlarning adadi emas, alohida holatda o'lganlarni ham qo'shdim. Yana payg'ambarimizning janglarining natijasi chiroyli bo'lsin deb keltirilgan zaif raqamlarga murojaat qilmadim, balki sahih bo'lgan, ishonchli bo'lgan rivoyatlarga suyandim. Shunday qilib, payg'ambarimiz tirikligida bo'lgan janglarda qatnashib o'lgan kishilarning adadi 1284 ta. Endi kimdir aytishi mumkin, ha endi u davrda qo'shinlarning adadi katta bo'lmagan. O'shuning uchun o'lganlarning soni ham katta bo'lmagan. Endi bunga javob shu bo'ladiki, shu 10 yildagi janglarda, shu 10 yilda bo'lib o'tgan janglarda qatnashgan hamma qo'shinni, u tomonni ham, bu tomonni ham qo'shinni hisoblab, raqami bitta raqam va mana shulardan necha foiz o'lgan? Foiz bilan hisoblab ko'rdi muallif. Musulmon qo'shinidan shahid bo'lganlarning adadi agar foiz bilan taqqoslansa 1% odam bo'lgan ekan. Ya'ni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida 100 ta odam jangda qatnashgan musulmonlardan desa, shundan bittasi o'lgan ekan. Dushmanlardan qatl qilganlarning adadi esa qo'shinga nisbatan 2%. Demak, ikkala qo'shinga bo'lsa 1,5% dan to'g'ri kelyapti. Rasululloh davrida 25 yoki 27 ta g'azot bo'lgan, 38 taga yaqin sariya bo'lgan. G'azot bu payg'ambarimiz o'zi qatnashgan jang, sariya payg'ambarimiz qo'shin chiqargan. Demak, 63 ta jang bo'lyapti. Taxminan 63 ta jangda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davridagi bor yo'g'i shu janglarda qatnashgan odamlarni 1,5% qatl qilgan. 100 taga 1,5 ta degan. Bu raqam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib borgan janglarda qon ko'p oqmaganligini dalili. Yana ham tushunarli bo'lishligi uchun birodarlar, 20-asrda bo'lib o'tgan ikkita, birinchi va ikkinchi jahon urushlarini raqamlarga murojaat qilamiz. Birinchi jahon urushida mana qatnashgan ayrim mamlakatlarni askari, ulardan qanchasi o'lgani va tinch aholidan qancha o'lganligini raqamini aytib beradi. Rossiya imperiyasi, Angliya, Italiya, Amerika, Fransiya, Germaniya mana shu mamlakatlardan jangda qatnashgan askarlarning sanog'i 50,878,000 taxminan. 50 milliondan ortiq askar qatnashgan mana shu mamlakatlarda. Endi bu askarlardan 6,288,000 askar o'lgan. Bulardan tashqari tinch aholidan 1,5 millionga yaqin odam o'lgan. Mana shu davlatlarda hammasini qo'shganda. Bu ana shu jangda qatnashgan askarlarning 15 yoki 14% ni tashkil qiladi. Rasululloh davrida bo'lgan janglarda qatnashgan odamlarni 1,5% o'tgan bo'lsa, birinchi jahon urushida qatnashgan askarlarning 15% o'lgan. Necha barobar ko'p? Bu birinchi jahon urushida shunday bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida bu taraqqiy topgan mamlakatlarni olib borgan urush edi. Ya'ni hozir ham bular taraqqiy topgan mamlakat deyiladi, o'sha paytda ham peshqadam mamlakat deyilardi. Bu ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlar sanog'i bilan ana shu askarlardan qatl bo'lganlarning sanog'ini hisoblab yana bir dahshatga tushamiz birodarlar. Payg'ambarimiz zamonida o'lganlar 1,5% ekan qo'shinga nisbatan. Ikkinchi jahon urushida o'lganlarning adadi 15% ekan. Ikkinchi jahon urushida qatnashgan askarlar bilan o'lganlarni taqqoslasa 351% bo'lgan ekan birodarlar.
Hozir men raqamlarni keltirib o'taman. Ajib. 100 ta odam jangda qatnashsa, 351 ta odam o'lgan ekan. Bu degani tinch aholi ko'p ketgan. Yana takrorlaymiz, raqamlar birodarlar aldamaydi. Ikkinchi jahon urushida 15 million 600 ming jangchi qatnashgan. Ammo bu ikkinchi jahon urushida halok bo'lganlarning adadi esa 54 million 800 ming. 3 barobar ko'p bo'lyaptimi? Askar 15 million, 16 million, o'lganlar 54 million. Boshqacha qilib aytganda, askarlarning sanoviga nisbatan tinch aholining o'lishligi 3 barobar ko'p bo'lgan. Nimani tushuntiradi bu narsa? Ikkala taraf ham, jang qilayotgan ikkala taraf ham tinch aholini qirishda bir-ikkinchisidan qolishmagan. Minglagan tonna bombalarni tinch aholining ustiga yog'dirishda ikkalasi bir-ikkinchisidan qolishmagan. Ikkala taraf ham insoniyat zotini qirgan, odamzod zurriyotini tomirini qirqigan, binolarni vayron qilgan, odamlarni surgun qilishdan tashqari. Mana shu ikkinchi jahon urushi birodarlar insoniyatni haqiqiy ma'nodagi katta bir musibati edi. Yana bu qirg'inbarot urushlarni qaysi mamlakatlar olib borgan? O'sha davrda ham, hozir ham madaniyatli degan Sovet ittifoqi, Amerika, Germaniya, Italiya, Yaponiya, Fransiya, Britaniya. Bular hozir ham peshqadam mamlakatlar taraqqiy topgan o'sha paytda ham. Endi mana shu mamlakatlar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qonxo'rlikda hamda zulmda ayblaydi. Qanaqa madaniyatni gapiryapti bular? Qanaqa bir taraqqiyotni gapiryapti bular? Biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni taniymiz ekan, birodarlar. Hatto rahmat bo'lmaydigan jang maydonida Rasululloh rahmat ko'rsatyapti. 100 tadan 1,5 ta odam o'tyapti. Bularda 100 ta odam qatnasa 350 ta odam o'lyapti. Tinch aholini qirib tashlayapti bular. Qonxo'rlikda, irhobda kim ayblayapti bular? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni. Kim qonxo'r, kim zolim, kim tajovuzkor? Agar haqiqatni ko'rishni xohlagan odam bo'ladigan bo'lsa, yuqorida keltirilgan raqamlarga yana bir quloqdan tutib qo'ysin. Yo'q, endi raqamlarga qarab fikr qilgan aql egasi haqiqat qayerda ekanligini topadi. Ammo kim o'zi uchun ko'rlik bilan karlikni ixtiyor qilgan bo'lsa, bu o'zining ixtiyori. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rahmati hayotning har bir bosqichida yaqqol ko'zga tashlangan. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad, biz sizni faqat butun olamlarga rahmat qilib yubordik deganda Parvardigorimiz naqadar haq ekaniga yana bir marta guvoh bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.